Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan avtokurs Muzaffar Sadiqov. Demak, imtihon jarayoni, imtihonga tayyorlash bollarni amaliy mashq jarayonida hosiliga tuman sharoitida avtomobilni boshqarishni ko'rsatib o'tib ketaman. Avtodrom, tuman, bolalar tumanda ham nima qilishyapti? Haydashyapti. Ancha tarqalib qoldi. Imtihonda 90 gradusli burchakda burchak tegmasligi uchun mana o'ngga olib o'tishga harakat qilinglar. Qancha o'ngroq bo'lsa, mana menimcha zo'ga yaqinroq bo'lsa, shuncha demak qoida bo'yicha chap tomondagi burchak bosilmaydi. Mana o'ngga olsanglar, naryoq tomondagi chiziq burchakdek bosilmaydi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Shuning uchun 90 gradusli burchak ostida burchakda qaylayotganda demak o'ngroq olib, keyin chapga burilishga harakat qilinglar. O'quvchimiz mana burilib beradi. O'ngga olindi imkon qadar. To'xtab, bakoga kelgandan keyin oxirgacha rul chapga buriladi. O'shanda bemalol o'tib ketasizlar. Chiziq bosilmaydi.